yana qaytarib aytaman, gormonal ozish kursi bu sizdagi semizlikning asosiy ildizlarini davolaydigan kurs. Ozib qayta semirmaslikni xohlovchi, metabolizmini yaxshilab, gormonlarni normaga solishni, vitamin badlarini qachon qaysi payt ichish mumkin, ishtahasi balandlar, ishtahasini normaga solish uchun qachon qaysi payt vitaminlar ichish mumkin yoki bo'lmasam organizmidagi defitsitlarni ko'tarmoqchi bo'lgan opa-singillarimiz qanaqa qilib defitsitlarni, vitamin, minerallarni to'g'ri ichgan holatda ko'tarish mumkin. Mana shu hamma savollaringizga inshaalloh kurs davomida javob olasiz va eng kamida men ayta olaman 6 kilo. Agar hamma aytganlarimni vaqtida bajarsangiz 10 kilo ortiqcha vazningizdan 1 oy ichida xalos bo'lasiz va menga to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish uchun hoziroq Telegram lichkamga yozing. Chunki bugun joyband qilishni boshlasangiz, mana 9 kun bor hali kurs boshlanishiga ulgurasiz. Va albatta kursda sanoqli ayollar bo'ladi. Har kuni 24 soat meni nazoratimda bo'lasiz, shaxsiy nazoratimda. Shogirdlar kursni olib